Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Ahmadullo Uz kanalining qadrli va qadrdon qaddi baland obunachilari, do'stlar. Xo'p, bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz bizni kanalda qo'yayotgan stanovlarda videolarni ko'rib boryapsizlar. Bugun sizlarga yana mana shu sexdamiz, Usmonjon akamiz sexlaridamiz. Bu yerda nima ishlar qilinyapti, sizlarga sekin bir chekkadan hamma obzorni qilishni davom etaman. Do'stlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lib kelayotgan aka-uka opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Obuna bo'lsalaringiz sizlardan hech narsa ketmaydi. Like bossalaringiz ham hech narsa ketmaydi. Xudo xolasa bizni kanalda rivojlanishga hissa qo'shgan bo'lasizlar va sizlar uchun yangi videolar tayyorlashda biz uchun shijoat uyg'onadi. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek bular xo'p, yem mishalkalari va suxoy sement apparatlari hisoblanadi, stanovlar hisoblanadi. Mana bu ko'rib turganlaringiz rodma, shpakilovka, kafenniklar, xullas qurilish materiallari, qurilish mollariga oid barcha ishlab chiqaradigan qoplik mahsulotlarni ishlab chiqaradigan liniya hisoblanadi. Xo'p, bunda bitta elagi bo'ladi, mishalkasi bo'ladi, xo'p, shineklari bo'ladi. Ikkita shinegi bo'ladi, qoplaydigan bunkeri bo'ladi. Mana tayyor holatda hozir bu ketish arafasida. Udakigisi mana tayyorlanish jarayonida. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Tayyorlanish jarayonida. Mana ko'rishlaringiz mumkin, orasida mana pichoqlari bo'ladi. Mana shu pichoqning vazifasi ichkaridagi mahsulotni, mana shu bunkerdagi mahsulotni aralashtirish vazifasini bajaradi. Qum va shunga o'xshagan mahsulotlarni aralashtirib tayyor mahsulot qilib beradi. Undan katta bunkerga o'tadi. U bunkerda qoplanib mahsulotlar o'z egasiga yetkazilib beriladi. Xo'p, mana tumaloqlar nima desalaringiz, bu tumaloqda sheriklari bor 3 ta. Xo'p, bittasi mana bu tumaloq, bittasi bu tumaloq, bittasi mana bu tumaloq. Bu qum quritadigan sushilka hisoblanadi. Qum quritish, misol uchun bilasizlar, hamma joyda ham qum quruq emas. Quruq bo'lmaydi. Shuning uchun qum quritish sushilkasi ayniqsa qishki kunlarda, qishki mavsumlarda mana shunaqangi rodma, shpakilovka, kafelniklar bilan shug'ullangan aka-ukalarimiz juda ham yaxshi biladi. Qumni quritib, keyin mahsulot aralashtirish kerak bo'ladi. Mana shu qum quritadigan sushilkani tayyorlanish jarayoni. Buni ustiga mana shu tumaloqlarimiz qo'yiladi hozirgi nariga. Uni motor, dvigatel aylantirish vazifasini bajaradi. Aylantirib, xo'p, reduktor orqali motorga reduktor ulanadi, keyin undan keyin aylanib, xo'p, qumni quritish vazifasini bajaradi. Xo'p, do'stlar, bundan tashqari bizda mana bunaqa shinaklarimiz bor, juda ham ko'p miqdorda. Mana bu pichoqni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, bu pichoq ana shu katta bunkerimiz ichiga tushadi. Katta bunkerning ichiga mana shu pichoq tushadi, mahsulotni aralashtirish vazifasini bajaradi. Xo'p, mana shineklarimiz, bilasizlar, shineklarning vazifasini ko'pchilik bu ishda tushunadigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shinekning nimaligini juda ham yaxshi biladi. Mana elektr dvigatellar qo'yiladi, shineklarda ham mahsulot mana bu joydan qo'yiladi. Mana xompasi bo'ladi. Mana sizlarga tayyorni ko'rsatay. Mana xompasi, mana shu xompaga mahsulot solinadi. Uni bitta xompa, bu xompa uni orqaga qo'yiladi. Mana elektr dvigatel orqali mana bunaqasi aylanib, bu yerdagi mahsulotni tepaga olib chiqib berish vazifasini bajaradi. Buni ichida esa nima desalaringiz, buni ichida mana bunaqangi shinek hisoblanadi. Ichida shinek bo'ladi. Buni vazifasi shu mahsulotni tepaga olib chiqib berish vazifasini bajaradi. Do'stlar, kimga mana shunaqangi suxoy sement, yem liniyalari, granula shakldagi yem liniyalari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. 12 ta viloyatga, bundan tashqari qo'shni davlatlar, O'zbekiston, Tojikiston va boshqa qo'shni davlatlarga yetkazib berish xudo xolasa kelishilgan holatda bo'ladi. Ko'proq Qirg'iziston Respublikasidagi qardoshlarimiz, Qirg'iziston Respublikasidagi bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz, Qirg'iziston aholisi shu tomonlarga ko'proq sotilyapti mana shu suxoy sement apparatlarimiz. Bemalol ikkita odamni ish bilan ta'minlaydi. Ikkita emas, kerak bo'lsa 3 ta 4 ta odamni ham bemalol ish bilan ta'minlaydi. Kuniga 15 tonnadan 20 tonnagacha mahsulot ishlab chiqaradigan apparatimiz hisoblanadi. Do'stlar, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizning kanal yangi, sizlarda qo'llab-quvvatlashlaringiz sababli xudo xolasa bizning kanal yana ham rivojlanadi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.